Tak, 7-palatadagilar. Men sizlarni tushunmadim. Nimaga hali ham emlash olmadinglar? Siz nimaga hali ham emlash olmadingiz? Voy shunaqa ham bag'ringiz tosh bo'ladimi? Shu kichkina bolaga ham shunaqa ukol qilasizlarmi? Er bosganimda bu oddiy emlash. Siz bosadi qo'yadi, bo'ldi. Mazgina. Siz nimaga hali ham emlash olmadingiz? Men hammasini internetda o'qidim. Aslida прививка olish mumkin emas ekan. Agar emlash olmasangiz, borib atkazma yozasiz. Xavotirlanmang, yozaman. Dodirimni, siz nimaga hali ham olmadingiz? Doktor aka, o'zingiz yaxshi tushunasiz-ku. Bu yerda 3 mahal ovqat tayyor bo'lsa, anta chang ham yotibdi, men ham yotibdim. Bu sizga sanatoriya emas. Ertaga sizni birinchi chiqarib yuboraman. Endi 4 yilsiz tug'mayman, doktor. Internetda ham o'qidim. Mumkin emas ekan, semirib ketdim. Nima qilib olsam bo'ladi, doktor aka? Ey, mazgiyimni. Mazgi millasi qilmagan, xo'p, iminni sandakali 9 oy o'tmasdan qaytib keladi. Sanda 47 ming bormi? Xavotir olma, bu pulni o'zimga so'raganim. Sendan oladigan pulni eringdan olib bo'lganman. Bu pul Sadoqat Muhammadjanova sog'lom ozish uchun kurs e'lon qilgan. Hammalari shunga borlaring, yog'laringni yo'qotasanlar, xolos salladan shu ketadi. Voy, 47 mingmi atiga ya? Voy, qatnashaman. Sadoqat Muhammadjonovani o'ziflari zo'r-ku. Zato oz bo'laman, fitnessga boraman, o'zimni o'ylamayman, o'zim uchun yashayman. Sen uchun ham yashayman, bolam. Voy, bolam, shunaqa ham xunuk tug'ilibdi, doktor aka, nimadir qilsa bo'ladimi, iloji bormi? Bez problem. Agar chiroyli turmush xohlasang, keyin safar eringni alishtir. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi?